Paynet Xolis tomonidan berilayotgan maxsus QR kodni do'koningizga qo'ydingizmi? Agar qo'ymagan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan siz jarimaga tushasiz. Do'stlar, bundan oldingi videolarimizda ham ko'p marotaba aytyapmiz, lekin ko'pchilik tushunmayapti. Siz kassaapparat bilan ishlayotgan bo'lsangiz ham, terminal bilan ishlayotgan bo'lsangiz ham mana shu QR kodni aynan qo'yib qo'yishingiz kerak do'stlar. To'g'ri tushunaylik. Bu narsa o'sha prezidentning 247-sonli qarorida belgilab qo'yildi. Shuning uchun e'tibor berib, o'zimizning ishimizga mas'uliyatli bo'lib, mana shuni qog'ozni borib osib qo'yishni tavsiya qilamiz. O'sha maxsus QR kod mana shu do'stlar. Va bu narsadan orqali siz xudo xolasa jarimalardan qutulib qolasiz. Va eng asosiy joyi aynan jarima kelmasligini oldindan, risklaringizni oldindan baholab bilish bu tadbirkorning eng yaxshi fazilatlaridan biri hisoblanadi. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, mana shu maxsus QR kodni do'koningizga ilib qo'ying do'stlar. Albatta, bu yakka tardagi tadbirkor va o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun edi do'stlar. Bu videoni barcha shunday insonlarga tashlab qo'yamiz. Menga obuna bo'ling, like bosing. Rahmat.